Farg'ona viloyatida 2021-yil dekabr oyida kambag'allar soni 544 mingni tashkil etgan. Bu viloyatdagi umumiy aholining 14,1% ga teng. O'tgan yili 63 ming oilaning har biriga individual rejalar ishlab chiqilib, 59 ming kambag'al oilalar daromadini oshirishga qaratilgan choralar ko'rildi. Jumladan 44 ming nafar fuqaro ishga joylashtirildi, 38 ming nafari tadbirkorlikka jalb qilindi, 5,7 ming nafari kasb-hunarga o'qitildi. 2025-yilda kambag'al oilalarning tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 13 ming oilaga 206 milliard so'mlik kredit, 6 mingdan ortiq oilaga 16 milliard so'm suda va subsidiya mablag'lari ajratildi. 99 ta og'ir mahallaga ajratib berilgan 250 milliard so'm mablag' hisobiga 70 mingga yaqin xonadonning tomorqasi, sug'orish suvi hamda barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlanib, bu orqali qariyb 100 ming aholining daromadini oshirish uchun mustahkam zamin yaratildi. Natijada bitta xonadonning o'rtacha daromadi 40-50 million so'mga yetdi. 427 nafar usta dehqon va agronom, 200 dan ortiq lider tadbirkor mahallalarga biriktirilib, ular aholini yuqori daromadli ekin ekishga o'rgatmoqda. 2025-yilda 53 ming oila reyestrdan chiqarildi. Natijada reyestrdagi oilalar soni 4%ga, ya'ni 37 mingga tushirildi.